Assalomu alaykum do'stlar, yaqinlar. Mana bugun 3-may 2025-yil navbatdagi laboga mana chiroyli bo'lgan tuni kashfga aniq bo'ldik. Laboyimiz egalari Farg'ona viloyati Boyda tumanidan kelibdi. Laboni ichlaridan polni shumizolyatsiya qilingan tunukalarchidan poliga mana ko'rib tursizlar. Shunaqa holatda silliq tushadigan, cho'tga tushadigan rezinkalar tashlab qo'yilgan. Rezinkaning qalinliklari birlik bo'ladi. Mana chaklari ham chakga kelgan, hamma tomoni cho'tga tushgan. Mana bu joylarda mana shunaqasi konteyner pollar qo'yib chiqilgan. Tormozda har qanaqa yuklar keladigan bo'lsa ushlab qoladi. Ba'da mana penplekslari bor, shumkalari ham bor qo'shimchasiga. Ichlarida mana penplekslar tiqib chiqilgan, yo'llari bukilgan, qo'lni kesmaydigan holatda. Bu joylari yana 1,5 santimetrdan polni aylantirib tagidan bukib qo'yganmiz. U ham qo'lni kesmasligi uchun. Tagidan ham xuddi shunaqa holatda bortlar ichkariga qaytgan bo'ladi. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bordon qishlog'i svetofor yonida. Bir soatcha chiroyli qilib o'rnashtirib beramiz. Ishlarimiz yoqsa, do'stlarga, yaqinlarga yana shu videoni jo'natib qo'yasizlar. Murojaat uchun mana ekranda ko'ringan mana shu ikkala raqamga bemalol telefon qilishingiz mumkin. 24 soat aloqadamiz. Ishlarimiz yoqsa, xuddi o'sha aytganday like bosib qo'yasizlar. Bu joylarda akkumulyator to'sadigan xuddi mana bunaqa sondiqlari bor. Akkumulyator zashta qiladi, abqon ishdan qiyatlar chiqib ketaveradi. Rezinkasi ham alohida sotiladi. Poliga silliq, choksiz listlarimiz ham bor. Hop. Manzilimiz yana bir bor aytib o'tamiz. Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bordon qishlog'i svetofor yonida bo'ladi. Hop. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.